Esselamu Aleyküm, aziz qarindoshlar. Allohga hamdlar olsun ki tekrar yüz görüşishga nasib qildi. Bugungi so'zimning temasi qo'rqinchli qismat. Bu hammalarning diqqat qilishiga tegishlik ba'zi masalalarni o'tirib qo'yadigan tema bo'lganligi uchun ba'zi murakkab jumlalar va uning uchun biroz diqqatli bo'lmak lazım. Videolarim YouTube'daki kanaldan koyuldu. Eğer Facebook'ta açılmışsa YouTube'dan takip etsen oldu. Uzaktan beri bir işten korkup yürettim. Bundak bir korkunçluk kısmet beşimizge kelmesi iken dep tileyttim. Yani kançılıkımızdan bundak bir kısmet hakkı tasavvuru boldu, bolmadı bilmeymen. Ama ben okugan bazı kitaplardaki uçurlardan dünyanın kitap verişi, kelgisi üçün tayyorlanayotgan oyunlar, insan oğulları üstüde elip berilayotgan gayri insani sınaklar, casuslukning bugungi taraqqiyoti, idrak hosil qilish usullari, meni juyish tashviqoti, shundaqla meni kontroli dorilar qatorliqlardan bir qo'rqinchga tushatdim. Ba'zi oshqin irqchi hokimiyatlarning inson geni bilan o'ynashlari, DNA bilan kan alayidligiga ko'ra sun'iy yetishtirilgan viruslar qatorliq mash'um ijroatlar haqidagi uqmish va o'qimishlarimdan dahshatga tushatdim. Men bunda g'ayri insoniy sinoqlar va uning ommaviy turdagi amaliylashtirilishlarini bechora millatimiz bilan bog'lab tushunishdan qo'rqqim keladi. Yaqinda o'qigan bir kitobda berilgan bir epigraf bu vaqtdagi jimi uqmish yepishlarni men eng qo'rqqan nuqtaga bog'lab analiz qilishimga sabab bo'ldi. Naql shu. Shunda o'ylaymanki, bir yoki ikki avloddan keyin insonlarning asoratni yaxshi ko'rishini ta'min etadigan dorilarga tayangan bir siyosiy ijtimoiy tuzum borliqqa keltirilgan bo'ladi. Shunday qilib, bütün jamiyat azob bermaydigan bir toplumi kampiga aylantiriladi va insonlar erkinligining qo'lidan elevilingani uchun baxtli bo'ladi. Chunki tashviqot yoki dori ishlatilib, meni yuyish natijasida insonlar isyon ko'tarishga oid barliq orzulardan tozalangan holga keladi. Bu so'z Angliyalik yazgıcı ve feylasuf Aldous Huxley tarafından 1959 yıl sözlengen söz iken. 1959. Yeni bir naql verey, bununla uygun keladigan, o'qishib ketadigan. Bu Peter Schrag, Germaniyada tug'ilib 31-yili 41-yildan keyin Amerikada yashayotgan bir yozuvchi. Uning Meni kontroli nomli kitobidan bir abzas. Agar bu kitobning o'zini o'qib bakmoqchi bo'lganlar Mind Control deb yozsa Amazondan topalaydi bu kitobni. Bu bir abzas shundoq. Yeni texnikalar jamiyatning bag'ancha ortayotgan bir bo'lakini bütün odatlanilganlarning teshidagi harakat tarzining kasallik alomati ekanligi, ilmiy jihatdan normal deb qabul qilingan haddi harakatlarning bag'ancha taraygan bir o'lchami ekanligi yo'nalishida shartlantirilmoqda. Yeni programmalar va texnikalar sahiya organlari, universitetlar, doktorxonalar, dori sanoati, devletning barliq qatlamlari va tashkillik psixiatri, ya'ni ruhiy kasallar ilmini o'z ichiga olgan va bag'an sir yo'g'inayotgan bir nizomning zapchaslaridir. Bu harakatlarga ko'ra g'oya jahilona talbilikning aks etishidir.
Bu halda hech kim hareketlerining tizginlanayotganligini anqiranmaydigan ve bu sebepten hiçbir qarshi turishmi mümkün bo'lmaydigan ziddiyatsiz bir siyosiy ijtimoiy tuzum. Shunday qilib, hech bir seliqni bilasizlar, majburiy tengilgan, o'rindashga majburlanadigan narsani seliq deyiladi. Seliq shaxslarga adolatsiz yoki o'zbeshinchilik bo'lib tuyulmaydi. Ve shunday qilib insonlar hech bir ishga qarshi chiqishni xiyol qila olmaydi. Bu tür xiyollarni qilish saranglik sifatida ko'riladi. Vaqtning o'tishi bilan xiyol qilish iqtidorining o'zimi yo'q bo'ladi. Ko'rayotgan kunimiz barliq boshqa turli hayot tarzi ishidagi eng yaxshisi emas, mavjud bo'lgan birdan bir hayot tarzi bo'lib qoladi. Qarindoshlar, yuqorqi naqllarda deyilayotganlar boshqa bir siyosiy sistem haqidagi tanqid emas, balki biz hur dunyo deb sifatlaydigan mamlakatlarda asta-asta, qadamma-qadam yo'l qo'yilayotganlar. O holda bu dunyoning do'zaxi bo'lgan Xitoy hukmronligi ostidagi mustamlika ellarda, jumladan Sharq Turkistonda nimalar yo'l qo'yilmas? Anglagan bo'lishinglar kerak. Meni kontroli o'tgan asrning 50-yillarida amalga oshirilgan. Sovet ittifoqi Koreya urushida asirga tushgan Amerika askarlarini tajriba hayvoni o'rnida ishlatib, meni kontrol tadqiqoti qilganligi va bu ishda muvaffaqiyat qozonganligini jakalagan edi. Sovet ittifoqining rostli g'alaba qilgan bo'lishi yoki G'arb ittifoqini hurkitish uchun lop etib deganligi aniq bo'lmasa-mu, Amerika hukumati bu ishga sal qaramadi va darhol jiddiy yig'in chaqirib, davlat moliyasidan 100 millionlab pul ajratib, darhol meni kontrol texnikasini tadqiq qilish va Sovet ittifoqidan o'tib ketishni qaror qildi. Bugun meni kontrolning bek ko'p turda sinoqlar elib berilganligi haqida kitoblar yozildi. Muxolif iddiadikilar bu ishlarga qarshi xalqni kuch ko'rsatish maqsadida nurg'un maxfiy hujjatlarni oshkorladi. Amerikada emas, butun G'arb blokida bu ish o'xshash vaqtda chang tutib elib berildi. Buni hikoya qiladigan ba'zi filmlar ishlandi, ba'zi shaxslar hatto o'zining meni kontroli uchun tajriba qilinganligini, buningdan qutulolmaganligini, kishilik huquq nuqtasidan buningga qarshi noroziligini ifodalab, kechmish hikoyalarini yozdi. Qisqasi, bular bir fantaziya emas. Bugungi dunyoda meni kontroli allaqachon ishga eshib, kerak topilganda hayotga tatbiq qilinayotgan bir texnikadir. Bularning turlari, maqsadlari haqida o'xshamagan tasvirlar, o'xshamagan bayonlar bor. Bularning bir qismi rasmi, hammasimi? Buni qiziq bir muammo. Ammo faraz qilish ta's emaski, meni kontroli birli turdagi birli xil natija beradigan ish emas. O'xshamagan maqsadlar uchun o'xshamagan shaklda meni kontrol qilinishi mumkin. Masalan, ba'zi materiallarda ko'rsatilishicha, Amerika askarlaridan davlat sirtidagi operatsiyalarga evatilgan birliklar avval ma'lum bir gazarmaga keltirilib, u yerda bir necha oy turg'izildi ekan. Andan qiziq nuqta rayonlarga evatildi ekan. Aslida jang'amroq, qo'rqinchoq, to'qi bo'g'izlashqimi jur'ati bo'lmagan yosh yigitlar mushu gazarmadagi qisqa hayotdan keyin ko'zini mit qilmasdan odam o'ldiradigan jasoratga ega bo'ldi ekan. Qahramonga aylandi ekan. O'zining kontrol materiali qilinganligidan shikoyat qilgan birining deyishicha, u o'zining ixtiyori qo'lida bo'lmagan bir xil ro'y holatga kelib qolganligini, har doim qandaqdir bir yoshirin qo'mondonlik qilg'ichining irodasi bo'yicha harakat qilganligini yozgan. Bu mavzuga aloqador ba'zi filmlarda meni kontroliga uchiruvchilarning kimligini yo'qotib qo'ydiganligi, xo'jayin birisini o'ltirishga buyursa o'ltiradigan holga kelganligi, xotirasi yuvitilgachga o'ltirilguchi yaqinlar bo'lgan taqdirdami tunimaydiganligi qatorliq mazmunlarni ko'ramiz. Meni kontrolda ishlatiladigan bir xil yoki bir necha xil dori borligi munozir talab qilmaydigan bir nuqtadir. Dori orqali kontrol qilishmi har xil. Jasoratli qilish, ruhsizlantirib, qulluq o'rniga tushirish, yuqorqi naqldagidek
mashina odamlardek buyurganni qilish tiplarida ekanligi hozircha bilingan turlardir. Doğrudan boshqa mikrochip taqash usuli orqali uzoqdan kontrol qilish, hatto sun'iy hamrodan kontrol qilish, buyruqlarni yetkazish, vazifani uzoqda turib topalash tiplarimi bor. Badanga taqalinadigan mikrochip guruch donasidan necha 10 hassa kichik bo'lib, uni okul jinnisi orqali teri ostiga urishli kifoya ekan. Dunyoning xo'jayinlari sifatida tilga ilinadigan mashhur cho'ng oilalardan Rockefeller ailesining yaqinda o'lgan raisi David Rockefeller bundan az kam 50 yil burun, ya'ni 70-yillarda biz insonlarga chip taqaymiz degan. Bularmi bugun g'arb insonlari uchun maxfiyatlik emas. Bir zamonlarda Janubiy Afrikaning irqchi hukumati faqat qora tanliklarning qinidili yashaya oladigan bir xil kasal virusini tadqiq qilib yetishtirib chiqqan va buni zangilarga urib, ulardan butunlay qutulishni planlagan. Ammo buningga dunyo davlatlari birdek qarshi chiqib, buning bek insoniyatsizlik bo'lganligini ogohlantirgandan keyin ular bu niyatlardan yongan degan hikoyalarni kishilarga ma'lumlik. Ya'ni bugungi ilm ma'lum qon alohidligiga ko'ra virus ishlab chiqarishga tamoman qodir. Ya'ni aralashib yashaydigan bo'lishiga qaramay, bir xil kasal ma'lum irqtikilarga yamraydi, boshqa irqtikilarga yuqmaydi. Biz vatanda har yil ehtiyojda bo'ladigan va Xitoy hukumati tarafidan yerlik kasal deb ism qo'yilgan kasallarni eslab baqsak, tasavvurimizga ilhom bo'lishi mumkin. Yuqumli kasal bilimlariga to'lib ketgan Uyg'urlarni, ammo arada bir Xitoyning bo'lmaydiganligini xotirlayoladiganlar oz bo'lmasa kerak. Hatto Xitoylar buni tushundirganda hech xijil bo'lmasdan, bu Uyg'urlarning tozliqqa diqqat qilmaydiganligidan bo'lgan deydiganligini eslay kerak. Amerikaga iltijo qilgan bir KGB josusining pashqilishlaridan shuni bildikki, kommunistlar biologiyalik qurollarni, kasal mikroblari, viruslarni rasmiy turda odamlar ustida sinab turganligini, hatto Xitoylarning 80-yillarning keyingi yarmida tuyuqsizlar g'ayri betitliq jigar yollig'i nomi bilan bildirgan va Xotanning ma'lum noisda bir kent xalqining hammasi o'lgan kasalning aslida bir qatimliq sinoq ekanligini mana shu josusning oshkorlashlaridan bildik. Osh qatimliq jigar kasaldan keyin her yili ehtiyoj faslida yuqumli kasal bo'limlari to'lib ketadigan bo'lgan edi. Bundan boshqa odam go'shiga o'gitilgan ishlarmi shu josusning pashqilishlariga tilga ilingan bir mazmun. Demakchimanki, sun'iy usulda kasal tarqitish, AIDS qatorliqlar, DNA alohidliklarga, ya'ni gen alohidliklarga ko'ra virus yetishtirishlar ancha yangi texnikami emas. Yaqinda radio xabarlaridan birida Xitoylarning Sharqi Turkistonda qon ulgusi to'plaganligi, dunyo jamoatchiligining diqqatini qo'zg'aganligi xabar qilingan edi. Hammamizning tasavvuri yetadiki, Xitoylar bizning sog'lomligimiz uchun tadqiqot olib berayotgan bo'lishi notayin. Uningdan keyingi texmi yana bir xabarda Xitoylar tarbiyalash nuqtalariga to'plab olgan Uyg'urlarni doktordan o'tkazayotganligini xabar bo'ldi. Bularni normal salomatlik tekshirishi deb qaramdi. Bugungi kunlikda meni kontroli dori bilan yoki mikrochip va yoki har ikkisini o'rtaq qo'llanish bilan bo'ladigan inson kontroli taraqqiy qilgan davlatlarda itoatkor fuqaro yasab chiqish, aqlliq yirtqich yasab chiqish, mangu qarshilik ruhi bo'lmagan qul yetishtirish maqsadlarida faol ishlatilishga boshlaganligi zikr qilinmoqda. Yuqorida naql qilingan g'arb bir faylasuf va yozuvchining so'zlaridan keyin birdilla bu texnikani Xitoylarning ishlatish imkonlari, mumkinchiligi haqida tafakkur qilishga boshladim. Agar Sovet ittifoqi bu texnikani 50-yillarning o'tirlarida muvaffaqiyatli holda tajribadan o'tkazgan bo'lsa, bu davr yangi qurilgan Xitoy Jumhuriyati uchun 2000 dan ortiq sanoat turida zavod qurib berayotgan bir davr bo'lganligi uchun
Dal shu davrlarda atom bombasining texnikasining berganligini eslab o'tadigan bo'lsak, meni kontroli haqidagi texnikani shu zamonlarda bergan bo'lishi mumkin degan yerga kelamiz. Xitoylar Sovet ittifoqining nurg'un texnikasini uzun zamonlargacha amaliylashtirib olmadi. Chunki 60-yillarning boshida Sovet-Xitoy munosabatlarining buzilishi tufayli Sovet ittifoqi mutaxassislarini olib ketgan, Xitoyning nurg'un sanoat qurilishi yarim yo'l to'xtab qolgan, Xitoylar bek zarurlarni tirishib tutgan bo'lsa-mu, nurg'unlar tashlanib qolgan. Balkim meni kontrolimi yarim tashlanib qolgan turlardan bo'lgan bo'lsa, keyin qo'lga ilinib rasmiy tadqiq qilish, tajriba qilish boshlanmaganmidi? Bugun Sharq Turkiston aholisining 40% erkakning, ba'zi joylarda bu 70% ga yetibdimish, turma va tarbiyalash kamplarida ekanligi so'zlanmoqda. Bu kampda faqatli siyosiy o'g'inish va va'dinoma yozishli bo'lib o'tamdi yoki tamoq va ichimliklarga meni kontrol dorilarni aralashtirilib, itoatkor qo'l ishlab chiqarishi elib berilyapti. Yuqorqi naqlning oxirgi jumlasini takrorlayman. Tashviqot yoki dori ishlatildi. Meni yuvish natijasida insonlar isyon ko'tarishga oid barliq orzulardan tozalangan holga keladi. Buningga qarshi biz nima qila olamiz? Asli masala bu yerda. O'z vaqtida Janubiy Afrikaning irqchi hokimiyatiga butun dunyo tur deb tikanmish. Bugun Xitoylarga tur deydigan kim bor? Dünya belkim der, ama Xitoylarning bu kamplarga odam to'plab olib nima qilayotganligini kim biladi? Buni kim bildirdi? Albatta biz qila olamiz desak, faqat mana shuni atrofimizdagilarga bildira olamiz. Tashkilotlar, xalqaro tashkilotlarda dunyo davlatlarining vakillari oldida so'zlash fursatlari bo'lganda, qandaqdir indigenous people salohiyatini tezroq tasdiqlab berishni suylash qoldirmay, mana shundoq bir insoniyatsiz amaliylashtiriishning ro'y berish ehtimoli o'tirib qo'yishi va xalqaro jamiyatdan bir mutaxassislar guruhi avatib tekshirish elib berishini talab qilishlari kerak. Qarindoshlar, rahmat.